shuncha vaqtgacha o'zbeklarimizni boshini hali ekkaningiz yo'q-da. Ya'ni hech kimni uyaltirgan joyingiz yo'q. Yo'q. O'sha uchun uyaltirmayman. Avvalambor Alloh. inshaalloh. Bizdan nima yordam ayting? Mana sizga bu savolni berishim kerak, chunki bu savolni xalqimiz bera olmayapti sizga. Lekin kommentariyada juda ko'pchilik yozgan. Yo'q, akajonim, xalqimizdan, sizlardan menga kerak yordam duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Allohga behisob shukr, bir ikkita bratlar chiqdi siyozga. O'zimda ratnoy bitta tug'ilib o'sgan jo'ram chiqdi. Davay oshna, mana men yordam beraman dedi. Yana bitta mahallamdan o'zimni jo'ram chiqdi. U ham birga katta bo'lgan bola chiqdi. O'zimiz yordam beramiz dedi. Mashina kirdi-ku, normal. UFC'da chiqish niyat bormi? O'sha oz qoldimi? Akajonim, inshaalloh hamma men o'ylayman, hamma bayislar bitta orzusi shu chiqib UFC'ga. Endi men shuncha etapga keldim men. Men Xudoga shukr, конечно, 9-0 UFC men o'ylayman, menga o'xshagan bayislarni olish kerak. Agar menga o'xshagan bayislar olmasa, bilmayman boshqa qanday bayislar oladi. Yana hali necha kishini urishim kerak deb o'ylayotgandursiz UFC'ga chiqish uchun. Yana necha kishini urishim kerak bo'lmasa. Shunday. Nima bo'lgan taqdirda ham Anvarjon xalqimizga bir chiroyli jang ko'rsatmoqchi edim. Afsus, shunday formada edim. Ishonasizmi, bir maza qilib urushaman deb turuvdim. Bir tayoq yesam ham, ursam ham nima deydi? Endi hech kim bilmaydi-yu, boy nima bilan turash. Shunday. Sammi gavni sev, zrelishni boy ko'rsatish. Prosta meni qaytarishdi bular boy bermay. Rahmat Anvarjon, har doim padeshkadamiz, xalqimizni yozgan kommentariyalarni ko'rib, hozir o'zi xalqimizga agromni rahmat. Alloh ulardan mingdan ming rozi bo'lsin. Mana bugun juma kuni hammalarini chiqib musofirda oz bo'lsa ham duosi o'tadi deydi xalqimiz, chunki shu xalqimiz orqali shu darajaga kelyapman, to'g'risida. Mana shunday. Nima bo'lgan taqdirda ham xalqimiz polni padeshkada bu rekordni hech qachon buni sindirmasdan yana dalshi qilib, Xudo xohlasa shu 15:00 bo'lgan vaqtida o'sha UFC'ga chiqyapman degan yangilikni kutib qolamiz. Inshaalloh.